Assalomu alaykum, Vestel klinikasi. Bugungi mavzuyimiz antihypertensive drugs for pregnancy. Ya'ni homiladorlikda qo'llash mumkin bo'lgan arterial davleniyani pastlatuvchi dorilar haqida bo'ladi. Buni mnemonika tarzida yodlab olsa bo'ladi. Ya'ni healthy moms love nifedipine. Ya'ni sog'lom onalar nifedipinni sevadi. Endi bosh harflarni qoldiramizdagi qolganini o'chirib turamiz. Ya'ni nima demoqchiman? Hydralazin, metil dopa, labetalol, nifedipin. Hop, gidralazin 25 mg tabletkada, metil dopa 200 mg tabletkada, labetalol 100 mg tabletka yoki 20 ml 100 mg 20 ml da saqlaydigan inyeksiya ko'rinishi chiqadi. Nifedipin 10 mg tabletkada 25 mg 250 mg. Hop, 100 mg tabletkada yoki 100 mg 20 ml inyeksiya ko'rinishida. Nifedipin oddiy 10 mg til ostiga tashlash uchun. Rahmat.